Bugungi mavzu juda muhim. 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi qanday hisoblanadi? Unda nimalar hisobga olinadi va eng asosiysi sizning qo'lingizga tegadigan pul nima sababdan ko'payishi yoki kutilgandan kamroq oshishi mumkin. Bu masala faqat pensionerlarga emas, ota-onasi pensiya oladigan farzandlarga, yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan ishchilarga, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladigan oilalarga ham bevosita tegishli. Men bugun sizga masalani oddiy tilda, lekin ekspert darajada tushuntirib beraman. Indeksatsiya nima? U avtomatik oshirishmi yoki qayta hisob-kitobmi? Kimlar yutadi, kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Qanday xatolar odamlarning pulini kamaytirib qo'yishi mumkin? Video siz uchun foydali bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda kechikkan odam ko'pincha o'z haqqini vaqtida talab qila olmaydi. Pensiya indeksatsiyasi deganda ko'pchilik pensiya falon foizga oshar ekan deb tushunadi. Lekin men buni aniq ajratib tushuntirmoqchiman. Indeksatsiya bu pensiyani butunlay yangidan tayinlash emas. Bu ilgari tayinlangan pensiya miqdorining narxlar oshishi, ish haqi o'zgarishi, budjet imkoniyatlari va ijtimoiy minimal ko'rsatkichlar asosida moslashtirish jarayonidir. Avvalgi yillarda ko'p fuqarolar pensiya oshirilganini faqat bank kartasiga tushgan puldan bilib qolardi. Masalan, kimdir 20 milyon 200 ming so'm olardi. Keyingi oy 20 milyon 220 ming so'm tushdi, demak oshibdi deb qo'yardi. Lekin nima uchun aynan 20 ming so'm qo'shildi? Qaysi qismi bazaviy pensiyaga, qaysi qismi ustama yoki kompensatsiyaga tegishli, buni ko'pchilik so'ramasdi. Hozirgi sharoitda esa bunday beparvolik xavfli. Chunki 2026 yilgi indeksatsiyada bir nechta omil birgalikda hisobga olinishi kutiladi. Inflyatsiya darajasi, davlat budjeti xarajatlari, enkam pensiya va bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari, ish staji, oldingi ish haqidan kelib chiqqan pensiya miqdori, shuningdek ayrim toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar. Men alohida ta'kidlayman, rasmiy yakuniy foiz va aniq sanalar faqat vakolatli davlat organlari qarori, prezident farmoni, hukumat qarori yoki budjet parametrlarida e'lon qilinganidan keyin qat'iy kuchga ega bo'ladi. Shuning uchun odamlar mish-mish bilan emas, hujjat bilan ishlashi kerak. Asosiy o'zgarish nimada? Ilgari ko'pchilik faqat hammaniki bir xil foizga oshadi deb o'ylardi. Amalda esa hammaning qo'liga bir xil summa qo'shilmaydi. Bir odamning pensiyasi 10% oshsa, unga 1 ming so'm qo'shilishi mumkin. Boshqa odamga ham 10% bo'lsa, 300 ming so'm qo'shiladi. Chunki boshlang'ich pensiya miqdori boshqacha. Bundan tashqari ayrim to'lovlar to'liq indeksatsiya qilinadi, ayrimlari alohida tartibda belgilanadi. Ayrim qo'shimchalar esa umumiy pensiya tarkibiga kirmasligi mumkin. Shuning uchun men tomoshabinlarga shuni aytaman. Pensiya oshganini ko'rsangiz ham faqat umumiy summaga qaramang. Tarkibini tekshiring. Asosiy pensiya qancha? Ustama qancha? Kompensatsiya qancha? Qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi? Karta xizmatlari yoki ijro hujjati bo'yicha chegirma bormi? Bularning hammasi real qo'lingizga tegadigan summaga ta'sir qiladi. Birinchi hisobga olinadigan omil bu inflyatsiya. Inflyatsiya oddiy tilda narxlarning o'sishi degani. Agar non, go'sht, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport va kiyim-kechak qimmatlashsa, pensionerning kechagi puli bugun kamroq mahsulot sotib oladi. Indeksatsiyaning eng asosiy maqsadi shu yo'qotishni qisman yoki imkon qadar qoplashdir. Masalan, pensioner opa 2025 yilda 1 milyon 500 ming so'm pensiya olgan bo'lsin. Agar yil davomida asosiy iste'mol xarajatlari 10% oshgan bo'lsa, nazariy jihatdan uning pensiyasi kamida shunga yaqin darajada o'smasa, u real jihatdan kambag'allashadi. Ya'ni pul soni o'zgarmagan bo'lsa ham xarid quvvati pasayadi. 1 milyon 500 ming so'm oldin bir oyga yetgan bo'lsa, narxlar oshgach 25-26 kunga yetishi mumkin. Shu sababli indeksatsiya faqat sovg'a emas, balki ijtimoiy himoya mexanizmidir. Ikkinchi omil bu ish haqi va mehnat bozoridagi o'zgarishlar. Pensiya tizimi faqat narxlarga emas, avval ishlagan davrdagi ish haqi va badallar tarixiga ham bog'liq. Kimdir 35 yil rasmiy ishlagan, maoshi o'q bo'lgan, badallari to'langan. Kimdir esa uzoq vaqt norasmiy ishlagan, hujjatda staji kam ko'rinadi. Indeksatsiya bo'lganda ikkalasining pensiyasi oshishi mumkin, lekin boshlang'ich baza turlicha bo'lgani uchun farq saqlanib qoladi. Misol keltiraman. Birinchi pensioner aka 30 yil rasmiy stajga ega va 2 milyon 400 ming so'm pensiya oladi. Ikkinchi pensioner opa hujjatda 2 yil stajga ega va 1 milyon 5 ming so'm oladi. Agar umumiy indeksatsiya
10% atrofida bo'lsa, birinchi kishiga 220 ming so'm, ikkinchisiga 10 ming so'm qo'shiladi. Foiz bir xil, lekin qo'shimcha pul 2 barobardan ko'proq farq qiladi. Bu adolatsizlikdek tuyulishi mumkin. Lekin pensiya formulasi aynan shunday ishlaydi. Ko'proq rasmiy staj va yuqoriroq hisoblangan daromad bazani kattalashtiradi. Uchinchi omil bu eng kam pensiya va ijtimoiy kafolatlar. Davlat odatda eng past daromadli pensionerlarni alohida himoya qilishga harakat qiladi. Chunki kichik pensiya oladigan odam uchun 1 ming so'm ham juda katta farq qiladi. Masalan, to'g'ri bo'ladimi? Kommunal to'lovni yopadimi yoki nabirasiga yordam beradimi? Har bir so'm hisobli. Shu sababli 2026 yilgi indeksatsiyada eng kam pensiya miqdori, zarur iste'mol xarajatlari va kam ta'minlangan pensionerlar holati muhim bo'lishi kerak. Bunda bitta nozik jihat bor. Ba'zan pensiya foiz hisobida oshadi, ba'zan esa minimum miqdor ko'tariladi. Masalan, agar eng kam pensiya chegarasi oshirilsa, juda kam pensiya olayotgan fuqaroning to'lovi avtomatik ravishda yangi minimal darajaga yetkazilishi mumkin. Lekin o'rtacha va yuqori pensiya oluvchilar uchun bu alohida ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun odamlar qo'shnimniki ko'proq oshibdi, menikisi kamroq deb xafa bo'ladi. Aslida qo'shnisining pensiyasi minimal chegaraga yaqin bo'lgan, shu sababli unga qo'shimcha himoya ishlagan bo'lishi mumkin. To'rtinchi omil bu pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiya, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa va ayrim maxsus toifadagi to'lovlar bir xil ko'rinishi mumkin, lekin ularning huquqiy tabiati boshqacha. Yoshga doir pensiya ko'pincha staj va ish haqiga bog'liq. Nogironlik bo'yicha to'lovlarda nogironlik guruhi, mehnat qobiliyati yo'qotilishi va tibbiy huquqiy hujjatlar ahamiyatli. Boquvchini yo'qotganlik pensiyasida esa oila a'zolari soni, ularning huquqiy maqomi, o'qish holati, yo'q chegarasi kabi omillar bor. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oilada 2 nafar voyaga yetmagan bola bo'lsa, to'lov bitta bola bo'lgan holatdan farq qilishi mumkin. Agar katta farzand 19 yoshga to'lib, kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlamasa, to'lov tarkibi o'zgarishi ehtimoli bor. Shu joyda indeksatsiya bilan bir vaqtda huquqiy maqom ham tekshiriladi. Natijada odam pensiya oshishi kerak edi, nega kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab indeksatsiya emas, balki oilaning pensiya huquqiga ta'sir qiladigan holat o'zgargan bo'lishi mumkin. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi eng kam darajaga yaqin bo'lganlar. Ikkinchidan pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Chunki ularning hujjatlarida staj yoki ish haqi bo'yicha xatolar bo'lishi mumkin. Uchinchidan ishlayotgan pensionerlar. To'rtinchidan nogironlik guruhi bo'yicha to'lov oluvchilar va tibbiy ko'rik muddati yaqinlashganlar. Beshinchidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Ayniqsa farzandlar yoshi va o'qish hujjatlari o'zgarayotgan bo'lsa, kimlar nisbatan xavotir qilmasa bo'ladi. Agar pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank rekvizitlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz va pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta pensiya hisob-kitob varaqasini ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki xato bo'lsa, uni qancha erta aniqlasangiz, shuncha oson tuzatiladi. Eng katta tuzoq bu indeksatsiyani pensiyani qayta tayinlash bilan adashtirish. Indeksatsiya mavjud pensiya miqdorini oshiradi. Qayta hisoblash esa yangi hujjat, qo'shimcha staj, ilgari hisobga olinmagan ish haqi, sud qarori yoki arxiv ma'lumotlari asosida pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishdir. Agar sizda 1990 yillardagi ish joyingiz bo'yicha arxiv ma'lumotlari topilgan bo'lsa, bu oddiy indeksatsiya emas. Alohida qayta hisoblash masalasi bo'lishi mumkin. Masalan, bir fuqaro 25 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 12 yil staj tasdiqlangan. Chunki qolgan yillar bo'yicha korxona yopilgan arxiv topilmagan. Keyin u arxivdan ma'lumotnoma olib keldi. Bu holatda u faqat indeksatsiyani kutib o'tirmasligi kerak. U pensiya bo'limiga ariza berib, stajni qayta ko'rib chiqishni so'rashi zarur. Agar staj qo'shilsa, pensiyaning bazasi oshadi. Keyingi indeksatsiyalar ham yuqoriroq bazadan hisoblanadi. Mana shu eng muhim nuqta. Bazadagi xato yillar davomida yig'ilib, odamni katta puldan mahrum qilishi mumkin. Ikkinchi tuzoq bu norasmiy ish staji. Ko'plab odamlar men 30 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiya tizimi uchun ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat kerak, mehnat daftarchasi, buyruq, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot. Soliq yoki badal to'lovlari izlari. Agar odam bozorda, qurilishda
xususiy sexda og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, afsuski buni pensiya hisobida isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun hali pensiyaga chiqmaganlarga ham aytaman. Bugundan rasmiy ishlash, mehnat shartnomasi tuzish, daromadni qonuniy ko'rsatish kelajakdagi pensiyangizni belgilaydi. Uchinchi nozik jihat bu ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ayrim davrlarda ishlayotgan pensionerlarga to'lov tartibi alohida bo'lishi. Ayrim ustamalar yoki qayta hisob kitoblarda farqlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Ish joyingiz sizni rasmiy ko'rsatganmi? Oylikdan tegishli to'lovlar ketayaptimi? Mehnat shartnomangiz amaldami? Bular keyingi huquqlaringizga ta'sir qilishi mumkin. 4-tuzoq bu bank kartasi va ijro hujjatlari. Ba'zan odam pensiyam indeksatsiya bo'yicha oshmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshgan, lekin qarzdorlik, aliment, kredit, jarima yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lgan. Yoki bank kartasi muddati tugagan, rekvizit o'zgargan, to'lov vaqtincha ushlangan. Shuning uchun kartaga tushgan yakuniy summani pensiya hisoblangan summa bilan adashtirmaslik kerak. Hisoblangan pensiya bir narsa, qo'lga tushgan pul boshqa narsa bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat bu yashash joyi va hujjatlardagi ma'lumotlar. Pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, doimiy ro'yxat manzili boshqa bo'lgan. Bankdagi ma'lumotlar eski qolgan holatlarda to'lov kechikishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlarda bu muammo ko'p uchraydi. Farzandlari boshqa shaharda, pensionerning o'zi hujjat yuritishga qiynaladi. Men bunday oilalarga maslahat beraman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini tekshirishni faqat bayramlarda emas, oldindan reja qilib bajaring. 6-masala bu qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi pensionerlarda asosiy pensiyadan tashqari ustama bo'ladi. Urush yoki mehnat faxriyligi, nogironlik, parvarish, alohida xizmatlar, mukofotlar, faxriy unvonlar yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar bo'yicha. Bu ustamalarning hammasi bir xil indeksatsiya qilinadi deb o'ylash noto'g'ri. Ayrimlari pensiya miqdoriga bog'liq bo'lishi mumkin, ayrimlari alohida qat'iy summada belgilanadi. Shu sababli hisob kitobni ko'rmasdan turib, menga kam qo'shishdi yoki menga ko'p qo'shishdi deb xulosa qilish to'g'ri emas. 7-masala bu sanalar. Agar indeksatsiya masalan yil boshidan yoki ma'lum oydan kuchga kirsa, to'lovlar o'sha sanadan hisoblanadi. Ba'zan qaror e'lon qilingan sana bilan amalda to'lov boshlanadigan sana farq qilishi mumkin. Agar oshirish kechroq texnik amalga oshirilsa, keyingi oyda farq qo'shib berilishi ehtimoli bo'ladi. Lekin bu faqat rasmiy hujjatda shunday belgilansa. Shuning uchun yanvardan oshadi degan gapni eshitgan zahoti xulosa qilmasdan, qarorda aynan qaysi sanadan, qaysi toifalarga, qaysi tartibda yozilganini ko'rish kerak. Birinchi qadam. Pensiya miqdoringiz va tarkibini yozib oling. Hozir qancha pensiya olasiz? Bank kartangizga qancha tushadi? Oxirgi 3 oyda summa o'zgarganmi? Alohida ustama bormi? Ushlab qolish bormi? Bularni bitta daftar yoki telefoningizdagi eslatmaga yozib qo'ying. Oddiy ko'rinadi. Lekin hisob talab qilganda aniq raqam bilan gapirish kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya hisob kitobini so'rang. Buni pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki mavjud elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Qaysi yo'l qulay bo'lsa, o'sha yo'l bilan murojaat qiling. Siz pensiyam qanday hisoblangan? Qaysi staj yillari kiritilgan? Qaysi ish haqi davri asos qilingan? Qanday ustamalar bor degan savollarga yozma yoki rasmiy tushuntirish olishga harakat qiling. Og'zaki javob yaxshi, lekin bahsli holatda yozma javob kuchliroq. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi sifatidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat hujjatlari, ta'lim yoki parvarish davrlariga oid hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Hamma holatda ham hammasi kerak bo'lmaydi, lekin mavjudlarini bir papkaga jamlab qo'yish katta yordam beradi. 4-qadam, agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxiv izlang. Korxona yopilgan bo'lsa ham uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan sobiq tashkilotning huquqiy vorisi bo'ladi. Ba'zan buyruqlar bir arxivda, ish haqi ma'lumotlari boshqa arxivda saqlanadi. Men ko'p holatda odamlar birinchi javobdan keyin to'xtab qolganini ko'raman. Topilmadi deyishdi. Tamom. Yo'q, siz qaysi yillar, qaysi lavozim, qaysi sex yoki bo'lim, qaysi tashkilot nomi bilan ishlaganingizni aniq yozib,
Qayta izlashga haqlisiz. 5-qadam ariza yozishni biling. Arizada istiyot emas, aniq talab bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiyam hisob kitobida 1996-1992 yillardagi falon korxonadagi ish stajim hisobga olingan, olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Ilova qilinadi. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, pasport nusxasi yoki 2026 yilgi indeksatsiyadan keyin pensiya miqdori qanday hisoblangani bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, masala aniq bo'ladi. 6-qadam javoblarni saqlang. Davlat organiga topshirgan arizangizning nusxasi, qabul qilingan sana, kirim raqami, javob xati, SMS yoki elektron kabinetdagi ma'lumotlarni saqlab qo'ying. Agar keyin shikoyat qilishga to'g'ri kelsa, men borgan edim degan gapdan ko'ra hujjatli iz kuchli. Zarurat bo'lsa, yuqori turuvchi organ, prokuratura yoki sud tartibida ham huquqni himoya qilish mumkin. Lekin ko'p masala birinchi bosqichdayoq to'g'ri ariza va to'liq hujjat bilan hal bo'ladi. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Keksa odam har doim ham indeksatsiya, foiz, hujjat, elektron xizmat, bank ilovasi degan narsalarni tushunmasligi mumkin. Agar sizning ota-onangiz yoki buvingiz, bobongiz pensiya olsa, ulardan qancha olyapsiz deb so'rash bilan cheklanib qolmang. Kartaga tushgan summani, hujjatlar papkasini, pasport muddati va bank kartasi amal qilish muddatini, nogironlik hujjati bo'lsa, uning qayta ko'rik sanasini tekshiring. Bu hurmat va g'amxo'rlikning amaliy ko'rinishi. 8-qadam, mish-mishdan ehtiyot bo'ling. Internetda 2026 yilda pensiyalar 2 barobar oshadi. Hamma pensionerga bir martalik katta pul beriladi. Ariza bermaganlarga indeksatsiya qilinmaydi kabi gaplar chiqishi mumkin. Men bunday xabarlarga darhol ishonmaslikni maslahat beraman. Rasmiy manbani tekshiring. Qonun hujjatlari, pensiya jamg'armasi, moliya yoki iqtisodiyot organlari, davlat xizmatlari portallari, rasmiy matbuot xizmati. Agar xabar rasmiy havolasiz bo'lsa, unga asoslanib qaror qilmang. Demak, 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida eng muhim narsa shuki, pensiya oshishi faqat bitta foizdan iborat emas. Unda inflyatsiya, budjet imkoniyati, eng kam pensiya darajasi, sizning pensiya turi, stajingiz, oldingi ish haqingiz, ustamalar, hujjatlaringiz holati va hatto bank yoki ijro hujjatlari kabi amaliy omillar ham natijaga ta'sir qiladi. Men sizga eng muhim tavsiyani yana bir bor aytaman. Qo'lingizga tushgan pulga qarabgina xulosa qilmang. Pensiyaning hisob kitobini tekshiring. Agar staj yoki ish haqi bo'yicha eski hujjatlar topilsa, qayta hisoblashni so'rang. Agar oshirishdan keyin summa tushunarsiz bo'lsa, yozma izoh talab qiling. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularga bu jarayonda yordam bering. Sizningcha 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida eng avvalo nimaga e'tibor berilishi kerak? Inflyatsiyagami, eng kam pensiyagami yoki ko'p yil rasmiy ishlaganlarning stajiga ko'proq baho berilishigami? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensiya masalasida to'g'ri ma'lumot ko'pincha real pul va xotirjamlik demakdir.